Xitoyda dunyodagi ilk bor sun'iy intellekt shifoxonasi ochiladi. Pekindagi Sinxua universiteti tomonidan Agent shifoxonasi nomi bilan dunyodagi birinchi to'liq sun'iy intellektga asoslangan tibbiyot muassasasi tashkil etilmoqda. Ushbu muassasada 14 nafar virtual shifokor va 4 nafar sun'iy intellekt asosidagi hamshira faoliyat yuritadi. Tizim kuniga 3000 gacha bemorni tashxislash va davolash imkoniyatiga ega bo'lib, bir necha kun ichida 10 000 ga yaqin holatni ko'rib chiqishi mumkin. Bu odatiy shifokorlar 2 yilda bajara oladigan hajmdagi ish hisoblanadi. Sun'iy intellekt shifokorlari AQShdagi tibbiy litsenziyalash imtihonidan 93% aniqlik bilan muvaffaqiyatli o'tgan. Shuningdek, bu sun'iy intellekt shifoxonasi tibbiy ta'lim uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Talabalarga haqiqiy bemorlarga zarar yetkazmasdan amaliyot o'tashga sharoit tug'diradi. Hozircha shifoxona ommaga to'liq taqdim etilmagan bo'lsa-da, bu tashabbus tibbiyot sohasida yangi davrni boshlab berishi mumkinligi aytilmoqda. Voqealar rivojini yuz-uzda kuzatib boring.